Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarni giyohvandlik moddalari bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'yicha bir narsaga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Giyohvandlikka oid jinoyat ishlari bo'yicha Oliy sud plenumining 2017-yil 28-apreldagi qarori ham mavjud. Shuni aytib o'tish kerakki, bugungi kunda tergov va sud amaliyotida giyohvandlik moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash jinoyati, ya'ni Jinoyat kodeksining 276-moddasi alomatlarini giyohvandlik moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash jinoyatiga, ya'ni Jinoyat kodeksining 273-moddasiga asossiz malakalash holatlari ko'payib ketgan. Ya'ni oddiy tilda aytganda giyohvand iste'molchisini o'tkazuvchiga aylantirib qo'ymoqdalar. Endi keling buni sabablariga to'xtalsak. Buning sababi birinchidan, hozirgi kunda giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar soni oshib ketgan. Bu borada huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan giyohvandlik savdosiga qarshi ko'plab tadbirlar o'tkazmoqdalar. Bu borada statistikada, hisobotlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning giyohvand savdosiga qarshi kurashayotganligini ko'rsatishga urinishlar ham ko'p. Ikkinchi sabab, yuqorida aytib o'tganimdek, bu bo'yicha Oliy sud plenum qarori mavjud. Ushbu plenum qarorida giyohvandlik moddasini o'tkazish alomatlari yu miqdorlarini barchasini sharhlab o'tgan. Lekin qanday holatlar va qanday harakatlar giyohvand iste'moli alomatlarini anglatadi? Ya'ni Jinoyat kodeksining 276-moddasi alomatlarini ko'rsatib o'tmagan. Go'yoki bu plenum qarori tergov va sud organlarini barcha holatlarda ham giyohvandlikka oid barcha ishlarni giyohvand moddani o'tkazishga qaratishlari kerakdek tushuntirishlar bergan. Agar men bu qarorni noto'g'ri tushunayotgan bo'lsam, noto'g'ri talqin qilayotgan bo'lsam, u holda nega Jinoyat kodeksining 276-moddasi bo'yicha tushuntirishlar bermagan? Nima uchun shaxsning yonida o'tkazish alomatlari aniqlanmasa-da, ko'p miqdorda giyohvand moddasi aniqlansa, tergov va sud organlari o'tkazishda huquqiy baholanmoqda. Ma'lumki, o'tkazish alomatlari deganda o'tkazish bilan bog'liq yozishmalar, kelishuvlar, tarozi, moddaning o'tkazishga mo'ljallab qadoqlanganligi tushuniladi. Bu holatlar aniqlanmagan holatda esa tergovchi va sudyalarimiz giyohvand moddaning miqdoriga urg'u berishmoqda. Masalan, gashish moddasini olsak, 2 grammdan oshig'i ko'p miqdor hisoblanadi. Aynan ko'p miqdordaligi sababli shaxs o'z iste'moli uchun olib yurganligini aytsa-da va bu isbotlansa-da, shaxsni harakatlarini giyohvand moddani o'tkazish bilan malakalab, unga og'ir jazolarni tayinlashmoqda. Vaholanki, Jinoyat kodeksining 276-moddasida ham ko'p miqdor bilan bog'liq qismi bor. Nimaga Jinoyat kodeksi 276-moddasi bilan malakalamaydilar? Hozirgi kunda giyohvandlikka oid jinoyatlar soni ko'paygan, yoshlarimiz xulqi buzilgan, nazoratdan chiqib bormoqda. Ammo iste'molchini va o'tkazuvchini bir-biridan ajratish lozim. Sud qarori adolatli bo'lishi lozim. Yuqorida men keltirgan asoslarga ko'ra, Oliy sud rahbariyatidan so'ragan bo'lardimki, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining giyohvandlik vositalari, ularning analogi va psixotrop moddalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga oid jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish kiritsa, Jinoyat kodeksining 276-moddasi alomatlari haqida tushuntirishlar berib o'tsa. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.